and they have stolen more of Americans' personal and business data than every other national security is that from China. Amerika Federatsiya Tekshirish idorasi TikTokni Amerikadan xavfsizlik uchun ziyonli deb qaraydi. Xitoy hukumatı TikTokni ishlatayotgan millionlagan abonentlarning uchurini to'plab olish orqali ularni kontrol qilib olgan va ularga ta'sir ko'rsatishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Bu Amerika Federatsiya Tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray'ning Amerika Davlat Majlisining guvohlik anglash yig'inida so'zlagan so'zidir. Amerika Federatsiya Tekshirish idorasining Xitoy TikTok orqali Amerikaga ta'sir ko'rsatishga urinayotdi deb ogohlantirishi Amerika va dunyo matbuotlarida kuchli diqqat qo'zg'atib qolmay, dunyo miqyosida soni shiddat bilan zo'rayotgan TikTok abonentlarini endişlendiriyotganligi ma'lum. Amaliyotda Amerika hukumati bir qancha yildan buyon TikTokning bexatarlik xavfiga jiddiy qarab kelmoqda edi. TikTokni ma'ni qilish fikri sobiq prezident Donald Trump davrida o'ttirg'i chiqqan bo'lib, Amerika armiyasi, qatnash bexatarlik idorasi va boshqalar xizmatchilarning 2009-yilga qadar hukumat tarqatgan uskunlarda bu detalni tushirishni cheklagan edi. Bu yil 7-oyning o'rtalarida Federatsiya aloqa komitetidagi Cumhuriyetchilar partiyasining yuqori darajalik amaldori Brendan Carr armiya ichidagilarning TikTok detalini ishlatishiga yo'l qo'yishda davlat xavfsizligiga keladigan xavfni o'ylashi kerak deb ogohlantirgan edi. Navbatda Amerikada chiqadigan asosli xabar agentliklariga qaraganda Amerika prezidenti Joe Biden Xitoydagi eng chong ijtimoiy taratquv applarining biri bo'lgan TikTokning bexatarlik sohasidagi xavfiga qanday taqobil turishni jiddiy o'ylashmoqda ekan. Ammo buning tafsiliy ahvoli hozircha noma'lum. Undaqda dunyo miqyosida TikTokning elib keladigan xavfiga abonentlar qanday taqobil tura oladi? Bu haqda biz Amerikadagi mutaxassislardan Jeffrey Cain apandini ziyorat qildik. U Amerika Federatsiya Tekshirish idorasining boshlig'i Wray'ning davlat majlisida Xitoy TikTok orqali Amerikaga ta'sir ko'rsatishga urinayotdi deganlarning butunlay o'rinli ekanligini bildirdi. U mundaq dedi: TikTok is a massive threat to American democracy and to democracies around the world. So there are two threats here. TikTok Amerikaga shundaqla butun dunyo demokratiyasiga nisbatan zo'r tahdid elib keladi. Uning ikki tarafdan zo'r xatiri bor. Oldi bilan eng chong xatiri shuki, butun dunyodagi insonlarning nimani ko'rishi, nimani yoqtirishi, nimaga ishonishini kontrol qilib, insonlarning psixikasini kontrol qilib oladi. TikTokning Amerikada bo'libmi yoshlarga kuchli ta'sir ko'rsatayotganligi ma'lum. Amerikaning o'rta mezgillik saylan paytida TikTok insonlarning moyilligini kontrol qilish orqali saylan natijasiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bu Amerikaning davlat xavfsizligi, shundaqla harbiy, siyosiy jihatlardagi xavfsizligi uchun zo'r tahdid. It's a military threat, it's a privacy threat. China can use this. Jeffrey Cain so'zini yana mundaq davom qildi. The problem now with that is that these are high value targets for the Chinese government. Ikkinchi cho'ng xatari shuki, insonlarning uchur bexatarligiga tahdid elib keladi. Masala shu yerdaki, u Xitoyning chiroy tonish, urayotgan o'rin uchurini bilib turish, shundaqla sun'iy idrokni shakllantiradigan boshqa keraklik ham sezgur uchurlarga erishishni osonlashtiradi. Buning bilan Xitoy abonentlarning shaxsiy uchurlarining hammasiga osonla ega bo'la oladi. Jeffrey Cain Mukammal Saqchi Davlati nomli kitobning avtori. U navbatda Amerikadagi Lincoln aqlli ambarining yuqori texnika oliy mutaxassisi bo'lib ishlamoqda. U yaqindan buyon TikTokning sonliq ma'lumot saqlash odati, uning abonentlar va Amerika davlat bexatarligiga ko'rsatadigan ta'siri haqida maxsus tadqiqot olib bormoqda ekan. Biz undan Xitoy TikTok abonentlarining shaxsiy uchurlarini yig'ib nimaga ishlatadi? U qanday xatarlarni olib kela oladi deb so'radi. U mundaq deb javob berdi. That region where the Uyghurs live is where these surveillance systems and data collection systems. Xitoy tarafidan har xil kuzatish texnikalari orqali saqchi davlatiga aylantirilgan Uyg'ur diyori Xitoy hukumatining bu xil shaxsiy uchurlarni yig'ib saqlashni tajriba qiladigan maydoni bo'lib qoldi. Xitoy barliq Uyg'urlarni kontrol qilgandek, dunyodagi boshqa abonentlarni bu xil sistemaga bo'ysunishga ko'ndirish va kontrol qilishni maqsad qilgan. Men TikTokning Xitoycha nusxasi bo'lgan Douyin nomini tushirib qo'llanish orqali kuzatib selishtirdim. Tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatib turibdiki, Xitoy TikTokni Amerikani o'z ichiga olgan butun dunyodagi yosh avlodlarni zaharlash uchun qo'llanmoqda.
and possibly in the hands of the Chinese U buning sababini tushundirib mundaq dedi. Yes, it's the fastest growing social media app around the world. Chunki Xitoy TikTok'dagi zaharlik chekimlik ishiltish, seriq sin filmlari qatorliq uchurlarning yosh o'smirlarga ziyonliq ekanligini obdan biladi. Shunga bu xil mazmunlarni TikTok'ning Xitoycha nusxasi bo'lgan Douyinda qattiq cheklaydi. Ammo chet eldagi TikTok mulozimatida har qanday inson, hatto kichik bolalarmi bu ziyonliq uchurlarga bemalol ega bo'la oladi. Bu ziyonliq uchurlar orqali algoritmni hisoblash usulini qo'llanib, abonentlarni, bo'libmi yosh avlodlarni aqli, ruhiy va psixika jihatdan kontrol qilib oladi. Damaging to children and teenagers that, if they're showing drug use and pornography. Jeffrey Kane yaqinqi mezgillardan buyon Amerika, Turkiya va dunyoning boshqa joylaridagi TikTok abonentlari haqida tekshirish olib borganligini, natijada dunyo miqyosida uni qo'llanuvchilar sonining shiddat bilan zo'rayotganligidan qattiq hayron qolganligini bildirdi. It's extremely common. So I've studied Douyin, the Chinese equivalent to TikTok, and I've been using TikTok abonentlarining soni shiddat bilan ko'paymoqda. Faqat Hindistonda TikTokni cheklagan, ammo undan boshqa hamma davlatlarda TikTok kengroq qo'llanilmoqda. Bu xatarlik appni ishlatayotgan abonentlarga shuni eskartishim kerakki, TikTokning sonliq ma'lumot saqlash odatini bilamiz. Xitoyning qonuniga asosan Xitoy hukumatı mulozimat ta'minlaguvchilar, shirkatlar yoki oxirgi ishlatuvchilarga uqtirish qilmay turib, mulozimatlari orqali eqiyotgan har qanday uchurga erisha oladi. U qanday sinlarni ko'rganligingizni, qaysini yaxshi ko'rganligingizga diqqat qiladi. Ondan sizni o'xshash mazmundagi e'lonlar orqali jalb qiladi. Ammo u buninglik bilan to'xtab qolmaydi. TikTok yon foningizdagi aloqa to'ringiz, shaxsiy uchurlaringiz, kalendaringiz va boshqa ijro qilinayotgan programmalaringizgacha kirib, bemalol ziyorat qila oladi. That will allow TikTok to do what it's already doing. PBS televiziya kanalining 24-oktyabr tarqatgan TikTok qizg'inligi to'lqini temasidagi maxsus hujjatli filmda ko'rsatishicha, TikTok dunyo miqyosida taxminan 1 milliard abonent tarafidan tushirilgan bo'lib, faqat Amerikada 135 million abonent bor ekan. Bu detal xeyli ko'p yosh amerikaliklarning yoqtirishiga erishgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy texnik ko'p amerikaliklarning TikTok qo'llanishini qo'lga keltirish uchun turli yo'llar bilan urinmoqda ekan. Bu filmda ziyorat qilingan Feruza Aziz o'zining TikTokda Uyg'urlar haqida tarqatgan videolarining o'ziga hech qanday xabar qilinmay atsizli o'chirib tashlanganligini, TikTok tarafidan shaxsiy hisobotining cheklanganligi, fikr erkinligining tahdidga uchirganligini bildirgan. I thought I had the freedom of speech. But after joining TikTok, I decided maybe I want to make more political savvy videos. I first heard about the Uyghurs through social media. Afg'on nasldan bo'lgan amerikalik yosh qiz Feruza Aziz 2019-yili TikTokda grim qilish sin ko'rinishi jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatib diqqat qo'zg'agan edi. Shuningdan keyin uzun o'tmayla TikTok uning videolarini cheklab, shaxsiy hisobot munbirini taqib edi. Biz ziyoratimizning oxirida Jeffrey Kane'dan TikTok dunyoda bag'ancha tez yamrayotgan paytda uning abonentlarga elib keladigan xavfiga taqobil turishning yo'li bormi deb so'radik. How to prevent China's stealing their information? U bu savolga intayin qat'iylik bilan mundaq javob berdi. Delete TikTok. The only solution is to delete TikTok. The only solution is to not use TikTok. Uningga taqobil turishning faqat bir yo'li bor. U bo'lsa-mu TikTokni telefon, kompyuter qatorliq har qanday elektronlik uskunangizdan o'chirib tashlash. Tayyorlik chigil chehra. Diqqat berganingizga rahmat.